Hürmetli vatandaşım, Tibet doğrusu haberinin devamını anlayışız. Prezident Obama'ga yana nasihat qilamiz ki, dedi Cumhur matbuatlari. Söz ibarlarida ehtiyotchan bo'ling. Aslida Tibet ishlarining Amerika bilan hech qanday aloqasi yo'q. Buningdan boshqa Amerika ovozi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Aqsarayning yordamchi bayonotchisi Erik Sholtis muxbirlarning savollariga javob berganda mundaq dedi. Prezident Obama Amerika Cumhur munosabatidagi intayin murakkab ixtiloflarni ochiq yo'riqlik bilan o'ttirg'a qo'ydi. Demak, bu qatam uchrashganda Prezident Obama Xi Jinpingning oldiga o'ttirdagi ixtiloflarni ochiq yo'riqlik bilan o'ttirg'a qo'ydi. Onundan boshqa New York vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bir nafar amaldori Amerika Qo'shma Shtatlarining yaqindan beri Jungoning kishilik huquq ahvoli qarta hushyor bo'lish tuyg'usi o'sib beryotdi. Bu amaldor bayonini davomlashtirib mundaq dedi. Rais Xi Jinping bilan Prezident Obama 9-oyning oxirida Washingtonda davlat boshliqlari suhbati o'tkazganda bu masalani, ya'ni kishilik huquq masalasini nuqtaliq muhokama qildi deb ko'rsatdi. Jungo Millatlar gazeti maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatgan edi. Tibetning kishilik huquq masalasi boshdan boshlab Amerika Jungoning kishilik huquq masalasini eg'izga olganda, Amerika Jungoning kishilik huquq xotirasini eg'izga olganda tilga oladigan nuqtaliq ibora va suhbatda Tibet masalasi kirishning nuqtasi bo'lib kelgan. Yaqindan beri ikki davlat rahbarlari ko'p qitimlab uchrashganda navbatdagi xalqaro muhit va xalqaro vaziyat shakli ostida yangi tipli cho'ng davlatlar munosabatini taraqqiy qildirish masalasida asos jihatdan o'rtaq tonishga kelgan. Bu Jungo tarafdan fikri. 2013-yil ikki davlat rahbarlari Kaliforniyada uchrashganda muxbirlarni kutilish yig'inida ikki davlat rahbarlari mundaq hisoblagan. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo tarixda cho'ng davlatlar o'rtasida to'qinish yuz bergandek bir yo'lda emas, balki uning o'xshamaydigan bir yo'lda mengishimiz kerak. O'rtaq tirishchanlik ko'rsatib, yangi tipli cho'ng davlatlar munosabatini qurib chiqishimiz lozim. O'zaro hurmat qilish, hamkorlashib, o'rtaq qalbi qilish bilan ikki davlat xalqiga va dunyo xalqiga baxt yaratishimiz kerak. Bu Jungolikning tashabbusi. 2014-yil 11-oyda Prezident Obama bilan Rais Xi Jinping Jungnanxayda Yingtay mehmonxonasida ko'rishib, Jungo bilan Amerikaning yangi tipli cho'ng davlatlar munosabati to'g'risida to'xtalganda, Rais Xi Jinping ikki taraf o'zaro tushunish, o'zaro hurmat qilish, ixtiloflarni tizginlash, to'qinishmaslik davomini anglaysiz vatandoshim.